pulim bor, nima biznes qilsam ekan degan gaplar ertaga qoldi. Men sizlarga ko'rsatadigan biznesim Penablok uskunalari, Penablok biznesi. Bu biznes qanday biznes deganlar uchun bu Penablok biznesi komplekt holati hisoblanadi. Xo'p, komplektida nima bo'ladi deganlar uchun pena generatori, latogi, tumbasi va 3 ta qolipi rastor bo'shka, kompressor, mikser bo'ladi. Bu yerda qoliplarimiz har xil turlardan bor. Birma-bir bularni sizlarga tanishtirib va narxlarni aytib o'tib ketaman. Bu komplektimizning narxi обычный variant hisoblanadi. Bu yerda bir qator profil bor, ko'rishingiz mumkin. Bu komplektimizning narxi joyidan olib ketsanglar $700, vodiy bo'ylab $730, O'zbekiston bo'ylab $780 qilib beramiz. Ikkinchi komplektimiz ham обычный variant hisoblanadi. Bu yerda ikki qator profili bor. Bu komplektimizning narxi joyida $730, vodiy bo'ylab $780, O'zbekiston bo'ylab $800 qilib beramiz. Bu komplektimiz yevro variant hisoblanadi. Bu komplektimizning narxi joyida $800, vodiy bo'ylab $850, O'zbekiston bo'ylab $900 qilib beramiz. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, bu Legoli variantli komplektimiz bo'ladi. Bu komplektimizning narxi joyida $850, vodiy bo'ylab $900, O'zbekiston bo'ylab $950 qilib beramiz. Oxirgi komplektimiz turbali variant bo'ladi. Bu komplektimizning narxi joyida $900, vodiy bo'ylab $950, O'zbekiston bo'ylab $1000 qilib beramiz. Kimga shunaqa uskunalar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Bizda cheklanmagan darajada bor.